Instagramda video ko'rib o'tirsam, bitta rus blogerning videosi chiqib keldi. Bir kishi elektrik chaqirdida, elektrik ishlarini yakunladi. Shunda klient savol berdi: musorlarni yig'ishtirib chiqib ketsang bo'lmaydimi?" deganda, elektrik javob berdiki: "Ya elektrik, ne уборщик. Ya'ni men elektrikman, tozalovchi emasman" degan javobni berdi. Hozirgi kunda aynan O'zbekistonda ham shunaqa holatlar juda ko'p uchrayapti. Elektrik, santexnik, yana qanaqadir sohadagi odamlar hamma ishini yakunlaydida, tozalash, yamash ishlarini malyarlarga qoldirib ketadi. Nima, malyarlar boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Malyarlarni ham o'zi ishi yetarli. Ular ham san'atkor odamlar. Ular ham qanaqadir chiroyli go'zallik yaratgisi keladi, lekin shunaqa qiladigan insonlar dedi, ishi cho'zilib ketyapti. Klientlarni ko'ziga yana malyarlar yomon ko'rinib qolyapti. Ustakalar, kim obyektda shunaqa holatlar bo'lgan? Kommentariyada plyus qoldiringlarchi. Qani bunaqa holatga uchraganlar nechtamikimiz? Bu videoni aynan shunaqa ish qiladigan ustalarga jo'natib qo'yasizlar. Ayrim qo'sh tirnoq ostidagi ustalarga tegishli. Qolganlar o'zini ishini bilib, chiroyli qilib yakunlab klientlarga topshirishyapti.